Assalomu alaykum, Asaka Tunigafon kanali a'zolari. Sizlarga bugun bo'layotgan videomiz uchar tarelkalar haqida bo'lyapti. Buni hamma uchar tarelka deyotgan. Aslida bu kosmos bo'ladi. Bilganlar biladi, bilmaganlarga ma'lumot berib ketamiz. Kosmos Tunigafon yoki biror patolog qilsangiz, lustrani o'rniga qo'yib ishlatsangiz bo'ladigan narsa. Buni har xil ranglaridan bor. Oq, jigarrang, maloshniy, o'zingiz xohlagan ranglaringizdan qilib beraveramiz. Bu kosmosimiz 24-yilda trendga aylanib bordi va 25-yilda bundan ham hashamatliroqini yaratishga muvaffaq bo'lyapmiz. O'zingiz ko'rib bir baho berasiz. 25-yilda trendga chiqmoqchi bo'lgan kosmosimiz shu bo'ladi. Kimga shunaqa kosmoslar kerak bo'lsa, cheklanmagan miqdorda birinchi qo'l xudo xolasa o'zimiz pastda nomerlar qoldiramiz. Aloqalarga chiqib, o'zingiz xohlagan razmerda yasatib olishingiz mumkin.